Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda 35-topik 1 imtihoni ilgi testini 31 dan 33 gacha tahlil qilamiz. Sharti muose tehan yagi imlikka. Ya'ni nima haqida gap yoki suhbat. Namuna bilan o'xshash to'g'ri javobni toping. Namuna hop top simnida pada eso suyong hamnida. Topda degan lug'at issiq ma'nosini anglatadi. Ya'ni havo issiq, pada eso dengizda suzaman, cho'milaman ma'nosida keladi. Suyonghada degani suzmoq. Shunda yorim, ya'ni yoz degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Nalshi ob-havo, na yosh, nari davlat. Keyingi testimizni ko'radigan bo'lsak, 31-test 2 ball berar ekan. Chonin Kim Min-su imnida. Men Kim Min-suman. Kim Min-su bu odamning ismi. Xo'p, Isaramin James imnida. Bu odam James. Shunda shigan vaqt, changso joy, yerim ism, chumal hafta oxiri. Bizda to'g'ri javob ism degan javob bo'ladi 3. 32-testimiz quyidagicha, ya'ni hop 2 ball berar ekan. Pulgo geril mok simnida. Pulgogi degani bu ovqat, ya'ni ovqatni yeyman, pulgogi ovqatni yeyman. Mashi simnida mazali ma'nosida keladi. Mazali. Demak, shopping xarid qilish, saram odam, nori qo'shiq, emshik ovqat. Bizda to'g'ri javob 4 bo'lar ekan. Keyingi testimiz 33 2 ball berar ekan. Sonsengnim mannamnida. Sonsengnim degani ustoz yoki o'qituvchi. Il mannada degani bilan uchrashmoq ma'nosida keladi. Ustoz bilan uchrashaman. Kongburil hamnida o'qiyman, dars qilaman ma'nosida keladi. Uchrashaman. Ana o'qimoq, dars qilmoq. Shunda hakyo maktab, yo il hafta kuni, chimi qiziqish, nalja sana. To'g'ri javob 1 bo'ladi, ya'ni maktab mavzusida gapirilyapti. Bu 35-topik imtihoni ilgi qismini 31 dan 33 gacha tahlil edi. Yaxshi tushundingiz degan umidaman. Salomat bo'ling.